Uni biz bu dispanserga keldik. Barchamizdan jo'natdi. Hali ham eskicha politsiyaga o'xshagan joy bor ekan, bilmadim bu maktabmi. Juda ham eski g'alati joy ekan. Bunaqa tosh oynalar bor ekan. Oyimdan qolgan tosh oyna qani deydigan tosh oynalarda. Rohliga qo'yamiz. Otamiz hozir. Ajoyib joy ekan. Qarang. Qo'rqinchli kinolarda ana arvohlar yuradigan makon bo'ladi, shunaqa joyga o'xshaydi ekan. Uyga kelib oldim. Degan ekan, sut oldim litr. Bolalarim chunki sutni ham yaxshi ko'radi, bilinchga yaxshi ko'rishadi deb qilamiz. Keyin qarayman, Guma xonimdan Guma bilan xonim oldim. Esa hasbigim kelyotdi, lekin hasbi hatto aniq yaxshi qilishni bilmaganim uchun Guma ham o'xshab ketadi deb ikkita Guma bilan xonim oldim. Piyozlari va chiqlari bilan maza qildik endi. Piyozlar barasa zo'r ketadi. Guma xonimning Gumasi ham rosa yoqdi lekin. Temamni xonimni aytmoqchiman. Akkuratni qilib solib, yana ustidan strichlar o'rab berishar ekanman. Tomatdan ko'rsam, to'kilsa ham setkaga yo'l undan ham to'kilib ketmasin deb. Akkuratni qilib berishar ekan, rosa yaxshimiz. Ochamiz endi. Qaranglar, ishtahilanishmi? Yeb ko'ramiz. Men o'z bozor xonim rosa yaxshi ko'raman. O'z uyda xonim qilsam ham, bozor xonim qilaman ko'p. Keyin shu go'sht somasdan qilaman, mana kartoshkaligi zo'r deb. Bismillah. Qarang, yeb ko'ramiz. Voy piyozlar bilan. Вообще. Tomat hamchi nordon emasdi, shunaqa zo'r. O'qish paytimizda katta tanamiz payti Adolatboy degan xonim olib kelardi, katta tog'orada. Ichida bir 150 tam 200 bo'lardi. Siz hamma olardi, maza qilib yedik, xuddi o'sha xonimga o'xshaydi. O'sha mazasi yo'q. Ertalab oxirgi ketdik-da, tub dispanserga. O'chib bo'lib ketmasin deb shunga unaqa choy ham ichmay chiqib ketganimizda qo'lim ochib ketdi. Gumani ham yeb ko'ramiz. Shuni qaranglar. Вообще mazza. Anasi souslar bilan. Achchiq qilgan souslar. Yoshlikda buvimgilar bilan, oyimgilar bilan bozorga tushsak, bozorda shunaqa olishsa yoqmasdi. Umuman qanaqa yeysizlar buni derdim. Yo'qni sosiskali, bulочка yoki hot-dog shunaqa narsalar oldirardik. Katta bo'lgandan keyin уже odam yegisi kelar karosdan ham. Suqni choylar bilan. Menga yoqimli ishtaha. Ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham qiziq videolarni qo'yib boramiz endi. Keyingi ishlarimga go. Choyjon ishxonalarda unaqa ba'zi amerikan olib ketadi, ko'ftalarni ichidan kiyishga. Ko'ftalarni sochini ochtiramiz sizlar bilan. Rastakovka, chek deydi-ku, shunaqa. Qarang. Yoqasi bunaqa stoyka qilib turar ekan, qacha uzun, bunaqa qalin emas deb vodolazka sifat bo'lib. Ana qorasi bor edi, shunaqa vodolazka edi-da, bo'ynimni siqib yorardi. Rangichi? Haqiqiy rangi. O'ta sal o'chirib tushyapti, o'zimdan sal temniyroq. Lekin zo'r narsa ekan. Yumshoq. Vyazining yumshoqlari bo'ladi-da, o'shagina badanga yoqadigancha shunaqa ekan, qaranglar. Qarang, ayni olib. Kstati, hozir bunga o'tgan kuni ro'molam tushadi deb olib bergan edilar-da, mashina rangiga qarab olgan ekanlar, qaranglar. Bir xil rangi почти. Bonay ro'mol emas, bonay deydimi? Ras udobniy narsa, shunaqa narsa rosa yoqdi. Ayniqsa kim Aysha Aliyevani kuzatadi, men rosa kuzataman, o'sha Shvetsariyada yashaydigan o'zbek oilasini-chi. O'shalar ro'mollari rosa yoqadi, rosa udobniy. Lekin hali bir marta ham ko'rmaganman, olish niyatim bor. Bu o'shanga o'xshirganda. Qasam sizlarga ko'rsataman. Biz ajiyanim bilan kavlikalarni kiyimam sarg'im yema o'tilmaydi. Hisob olib, suvni bo'yiga tushamiz. Primoy efir yoqmoqchi edik, yoqilmadi. Jo'da o'xshata olmadik. O'shanga ujvani sarg'in yeb bo'ldik. Bilan qaranglar zo'ra. Bu yillarni pastda shunaqa suv bo'lsa, mezami. Mana qaranglar. Profilimda ko'rgan bo'lsanglar, 11 kilolik tutgan balig'imiz deb qovurgan baliq retseptini qo'yib qo'ygan edim. Ana o'sha balig'ni mashdan tutib olgan edik-da. Bu tog'ozlar ham o'tib qoladi. Profilimdagi videolarimning boshida obuna bo'ling degan yozuv chiqadi. G'ozlar suzib yurgan suvda o'sha mashdan olinganda. U bahor payti olingan. Hozir o'sha kuz, qalbimda kuz, o'lkamda kuz, yurtimda kuz. Mana bu oftob. Chiroyliligini qaranglar. Naryoqda qo'ylar ba qilyapti. Bu yerda kuchuklar vo'llayapti. Zo'ra. Ada qo'shnining bolalari. Majnun tolchi. Bahor payti shunaqa zo'r bo'ladi, Yusuf. Yam-yashil bo'lib, suvga tushib, quda sochini mayda o'rib oladi-yu, xuddi shunaqa o'xshab qoladi. Lekin keyin baliq tutayotganda yomon qilib ketadi. Ana har mayli qovuradi. Yana baliq tutishga chiqqanda yana video olaman. Ana kuni chiqdik. Tutmadik deb baliq shuncha olgim kelmadi. Nasriyam bo'lmay. Mana daraxtdan qaranglar, zo'ra.
Mana bu kachelamiz bor edi. Уже aniq yomg'ir yog'ganda olib qo'yishdi. Etsak bo'lardi, qo'yib berardi, o'sha ko'rsatdik. Muxlislarimizga ham. Shunday qaranglar. Qo'ldamda tushib kelmashdi. Ovanda tandirimiz turadi. Tandirimizda somsa yopib, qaranglar. Tandirda mazza qilib somsa yopib, mana bu tabiat qo'ynida o'tiramiz deydi. Jiyanim ko'p keladi bu yoqqa, so'z mazza qilib. Hozir bolalarimiz o'ynashadi birga. O'shanda gaplar. Qalamiz o'chirdi. Aytgandek mana bittachi. Babyormi bu? Nima deydi? Babyor, ha? Mana bitta. Andatra? Babyor boshqa, andatra boshqa? Mana shuni o'sha yerda uyi bor. Shungacha mana shoxlarni boshiga qo'yib oladi deb. Mana shuni qantiga kirib ketadi. Mana shuni qantiga. Qaranglar. Nima bu? Chiroy. Mashalloh. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bir tarafdan turib ishlarni qilib bo'lganlardan keyin kesga tushib xayol surib. O'tirsanglar mazza. Qamchiramagan narsalar bor. Bu yerda qishda ham rosa chiroyli bo'ladi. Endi qanaqa bo'layotganini qarmoqmi? Qaysi? Qor yog'ayotganini qarmoqmi? Yo'q, cho'p shekilli. Yo'dan ham odamlar baliq tushib kelib turishadi bir-bir. Bu samakida. O'zi ham odam chiqamiz. Ko'ksini kerib meni uy bekasi deb tanishtiradi. Beka? Qayerda bekalik? Beka degani uyda ishchilar bo'lgan er-badavlat ayollarga aytiladi. Biz uy xizmatchisimiz. Ertalab tur, nonushta tayyorla, ularni yedir, ichir, to'ydir, kiyintir, bolalarni bog'cha maktabga bu kishimni ishga kuzat. Qasam ichamanki, jangga ketish oldida Sulton Sulaymon bunchalik serios, bunchalik g'amxo'rlik ko'rmagan, ammo isbot qila olmayman. Ketidan posida-yu, uy supursidir, mayda-chuyda detallarga hech kirmaysiz, tushundingiz. Farzand ona mehri istaydi, uy tozalik istaydi, er ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi bu ayol nima istaydi. Bu yerdan turmushga chiqmagan qizlarga bildiraman. Otangizni uyida ishdan qochish imkoningiz bor, ammo ernikida yo'q. U nikoh o'qitilgandagi kasalida, sog'ida deyishlar butunlay yolg'on. Bu shu demakdir. Kasalimda ham, sog'imda ham men seni umr bo'yi kulingman demakdir. Zinhor va zinhor ahmoqlik qilib erta erga tegaman demanglar. Biz o'zimizni yoqdik, siz yoqmang.